29 aprel Beyjingda Şinjanğa aloqador masalalar to'g'risidagi 7-chi qatimliq axborot e'lon qilish yig'inini chaqirib, chet ellardagi mustaqil tadqiqot organlarining tutqun qilingan Uyg'urlar haqidagi to'plagan sonliq ma'lumotlarini inkor qilgan. Lager shahidlarini, shundaqla ota-ona, urug' tuqqanlarning o'zjarigini qilganlarni yolg'onchilik qildi deb qaralagan. 第7场社交问题新闻发布会今天举行。新疆维吾尔自治区人民政府 Bular ichida ayni chog'da lagerga qamalgan opisi va inisi uchun Amerika Davlat Majlisida guvohlik bergan radiomiz muxbiri Gulchehra Qayumova. I first heard my brother Kaysar Kayum was detained at the end of September last year. Police had taken him when he was driving my mother to doctor's appointment, leaving her alone in the car without any explanation. She waited for her son, who would never return. Diqqat qo'zg'aydigan shuki, Xitoy doiralari Gulchehrani 2017 yili ustidan tutish buyrug'i chiqarilgan terrorlik gumondori degan. Xitoy doiralari Gulchehra haqidagi bayonotida mundaq degan. Gulchehra Qayum u hozir Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining muxbiri va xabar riyosatchisi. Shundaqla Amerika Uyg'ur jamiyatining qo'rg'uchi a'zosi. 2017 yili 5-oyning 8 kuni u terrorlik tashkilotiga qatnashganlik jinoyati bilan jamoat xavfsizlik organi tomonidan to'rda qo'g'lab tutish tizimiga kirgizilgan. Xitoy doiralarining Amerikada muxbirlik bilan shug'ullanayotgan va xalqaro nufuzli organlarning axborot va kishilik huquq mukofotlariga erishgan Gulchehrani terrorlik gumondori deb ayblashi kuchli qo'zg'olon qo'zg'adi. Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zenz Xitoyning Gulchehrani terrorlikka chetib ayblashini diqqat qo'zg'ashga tegishli yangi taraqqiyot deb eskartdi. This really requires, I think, some attention because I think that's a new development to frame somebody like that who's not actually been. So Muxbirimiz Gulchehra bugun Xitoyning o'ziga qaratgan asossiz ayblashlarga inkos qaytardi. Amerikada turib bir odatki bir muxbir hech qanday bir qonunga buzg'unchilik qilib boqmagan Xitoyda va yoki sirti bo'lsin. Unda holatni Xitoy meni hamda o'zining terrorchi qalbig'i bilan tutish buyrug'i chiqargan bir insonga chiqarishi Xitoy hukumatining har qanday bir odamni xohlasa, xohlagan jinoyatni otib jazolay oladiganligining bir isboti deb qarayman. Xitoy doiralari bayonotida Gulchehra Qayumni 2018 yili 7-oyda Amerikaning Davlat Majlisi Xitoy ishlar komitetining yig'inida so'z qilib, ota-onasining lagerga qamalganligini aytdi. 2019 yili 3-oyda atalmış lagerdan hayot qolg'uchilar va oilasidagilar lagerga qamalganlar sifatida Pompeo bilan ko'rishdi. Amaliyotda bo'lsa, uning ota-onasi normal turmush kechirmoqda degan. Ular buningga isbot sifatida Gulchehraning opasi Chimangul Zikri va inisi Qaysarni ekranga chiqarib so'zlatgan. Mening ismim Chimangul, familiyam Zikri, qizim chet elga chiqib ketib qaytib kelmagan. Şunu hazır üçümüz var. Turmuşumuz yaxşı iş qilib. 我叫凯撒可用嘛，生于1974年，家庭生活也正常，父母在身边。在元月份开始，在一个旅游公司当职员吧，心情好的呢，现在，生活一切正常吧。当时他出国好像是留学去了，奥地利去了嘛。 完了以后就突然没回来，过了好几年我们才听说在美国呢。他说姐姐、亲姐姐，这个不可否认吧，对不对？ Gulchehra Xitoyning hujumidan hayron qolmagan bo'lsa-mu, ammo o'z irodasiga qarshi so'zlashga majburlangan opisi va inisi uchun qattiq o'kinganligini aytdi. Endi bizning kundalik turmushimiz, mayli xizmatimiz bo'lsin, bu xil tahdidlardan mustasno bo'lib boqmadi. Shuning uchun Xitoyninki bu xil tahdidiga hayron qolmadim. Lekin bir farzand bo'lish, bir had bo'lish sifatim bilan oilamdagilarning bexatarligidan bakrak andish qilyapman. Oiladagilarim bo'lsa 20 yildan buyon Xitoyning bu turli tahdidlarga uchrab kelgandi. Ashlarni majburiy so'zlatganligiga nayt ochig'im keldi, bak ichindim. Ham oilamda men sababli shundoq bir badal to'layotganligim meni haqiqatan yuragimni azoblaydi. U biz Xitoydagi bir cho'ng tashviqot apparatiga qarshi xizmat qilyapmiz. Mana menmi o'zim ishlayotgan shu hikoyalarning bir parchasiga aylandim dedi. Biz Uyg'ur muxbirlarning vaziyatini anlatayotganimiz uchun Xitoydagi bir cho'ng tashviqot mashinasiga qarshi
Ama şu crash kılıvatkanımız için özümüz yani muş işlevatkan hikayelerinin içinişlik sezgireşlerinin bir parçası bulduk. Biz özümüz muhbirlarının mı köplegen hikayesi var oldu. Hem de gerçi Amerika'da erkin bir elde akbarat erkinlik için, kişilik hukuk için işlep kilovatımız. Ama bize ailemizni kutkuzuş, ailemizni hatırlayan kılış için kolumuzun işlemi kemmeyotudu. Şuna ben bir Amerika akbarat kadımı, yani muhbir bilen birleştim. Xitayning hech qanday bir jinoyat fakti ko'rsatmay turib meni terrorchi deb ayblashi qarta jiddiy inkas qaytarishni talab qilaman, chunki bu nihoyatda jiddiy bir ayblash. Amerikadagi kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Xitoy ishlari direktori Sophie Richardson Xitoyning Gulchehrani terrorlik gumondori deyishni qattiq aybladi. Onun qarashicha Xitoyning Gulchehraning yashinib qolgan otasini so'zlashga majburlashi Xitoy amaldorlarining nima uchun insonlikqa qarshi jinoyat bilan javobgarlikka tortilishi kerakligini ochiq namoyon qilib berar ekan. But I think to, intimidate somebody's elderly mother is just sick and desperate. Tadqiqotchi Adrian Sands xalqaraning Xitoy hukumatining Gulchehra qatorliqlarga qo'llanayotgan strategiyasini nazarda tutib turib, Uyg'urlarni qo'g'dash uchun yanama ko'p tadbir qo'llanishi kerakligini bildirdi. Uyghur people need the strong support and even stronger support of the international community in light of this, and strong protection for living abroad.